Ey mening barlig'im va barimni berayotgan atrofimdagi insonlar, mening mushu dillarimni ranjitmasanglar, haqqlarimni vaqti-vaqtida berib versanglar, qilgan yaxshiliklarimga yomonliklarni o'ylamasanglar. Lekin ufsinib qolmay, shu ufsinib qolganlar ajoyib bir kunlarga qapti ham oldimg'imi kep qoldi. Shunga men hech kim bilan yomon bo'lib qolg'im yo'q bu hayotda. Yaman bo'lib qilishdan qo'rqmayman. Shu mening qilgan yaxshiliklarimga, to'lagan badallarimga, qilgan odamchiliklarimga oxirsida menga nacharlik qilgandan o'ksinmasligimga amolim yo'qki. Demak, mushning oqisda necha yilning oldida bo'lsin, mush yaqinda bo'lgan haqiqiy hikoyalarni sizlarga aytib beray. Anglab beqinglar. Demak, nima desangiz, atrofingizda sizga yaxshilik qilayotgan, sizga barlig'ini berib, har qanday iqtisodiy jihatdan, moddiy, ma'naviy jihatdan o'zingizdan chiqayotgan, tegidan tatib tug'ma holatdagi pok odamlar bo'lsa, bunda odamlarning dilini ranjitib, qalblarini og'irtadigan ishni qat'iy qilmanglar bo'lamdi. Chunki bundaq odamlar, voy deb qo'ysa, balkim shularning yo ko'z yoshlari bo'lib qolsa, yo bo'lmasa ichlaridan sinib qo'ysa, demek mengü siz o ata-onangizning qog'ishini olmasangiz, haq deganning hammasi bekor degan gapga ishonmangizmi? Elning ichidami, xalqning ichidami ne isil odamlar bor. Toki onasining qo'sug'idan tushib, tug'ilgandan toki o'lib ketguncha shunchalik pokiz holatda har qanday bir ishni to'g'ri xatoni, pokizni ham nabob yo'llarni o'zidan mushunday qilib kelayotgan shunchalik pokiz odamlar bor. Bundaq odamlar til bilan tasvirlab bagisiz insonlar. Bular deb qo'ygan kuni biz ota-onamizdan emas, shundaq bir isil odamlarning nafratiga uchrab ketdik degan gap. Biz bir umr oldimizga mangmaymiz. Balkim nurg'unlagan balo qazolar qilib qilishimiz mumkin. Demak, men endi mijozim ishtik, achchig'im yomon ba'zi bir yerlarga. Lekin hayotimda inson bolasini qo'yib boqmadim. Bir odamning 5 ko'y haqqini evilib bermay paqqa yerim yo'q. Taki bola vaqtimdan mana bu yil 37 yosh kiribdiman. Lekin qanchalik odamlarga oldinib, qanchalik odamlarda pulimning borlig'ini, hatto boshqa bir daftarni ko'ydirib o'tgan, pulimni ololmay, bo'lolmay yezib qo'yib, oxirsida 20 necha yosh vaqtlarimda shularni ko'ydirib o'tgan. Demak, men atrofimdagi opammi deydi, jinim balam mushu turqinga, chiroyinga tushlik bir aqlli qaraq o'saqmanda deydi. Hozir ayolim shunday deydi, siz oqmoqmi, soddimi, birinin biz ishinisiz qo'ydi. Demak, mushuningdan ras opamning mushu xotinning degan o'ycha bunimga bekchi qiydi. Demak, birisi yig'lab kelsin, ya Allohim, o andaqga, mandaqga deb men shu odamni maqtab, uningdan 4-5 kundan keyin men aplab saplagandan ya pulga aplaydi, ya birnimga aplaydi. Apple'ni ketamanki, Apple'ni ketdim deb o'ylamayman. Chunki hamma odamni haliqi Shusandoning Wang Baochangning bir kinosi bor, Liudoxua bosh rol olgan. Tensha Wuzi deydi. Nongmingonglik qilib, ishlab, deha ishlamchi bo'lib, bir Xobidinmi, nemidan, Dongbeydan tas qaqirtan 80-60 ming so'm pulni sumkaga silib, o'zining yurtiga Wang Baochang qaytgan vaqtida poyezdning ichida gang o'g'ri bor. Lekin Liudoxua onun Tenjin shunda bir sadda aqko'ngilligini ko'rib, undan so'rgan. Sen mushu dunyoda amaliyotda shu poyezdagi o'g'rining ichidan Liudoxuama shu o'g'rining rolini olgan, ya'ni boshqa o'g'rilar bor. Sen mush dunyodagi odamlar qanday qaraysan, desa, dunyodagi odamlarning hammasi yaxshi. Sen mush dunyoda atrofingda o'g'ri bor, ishlamsa desa, va bu shanshin Tensha Wuzi. Men ishonmayman, dunyoda olamda o'g'ri yo'q degan. Şu bir yığız gepidan aşo'ning qanchalik oqko'ngil mehribonligini bilgan Liudoxua shu roldagi asho nimning rolini olgan. Taki suning yurtuvog'icha asho bir poyezdda necha 10 o'g'irdan saqlab, asho'ning pulini ishlagan pulni saq salomat. Sen bir umr mushtaq hayotingda olamda o'g'ri yo'q, olamda yomon odam yo'q degan nim bilan o'tib ketdi, shuni saq salomat o'zining yurtiga olib qo'ygan. Demak, men hamda nim qilganim nima mana? Birisiga men nurg'un nimni qildim, verdim, etdim. Mana 10 yil, 8-9 yil oldu. Ya usi yo'q, ya busi yo'q. Oxirida haq sotqi deb baqdi, iyag deb baqdi deb baqdim. Ijroga kelgandan keyin ijroning hozir menga burib berdi-da bu. Men vaqt to'shab o'tib ketdim. Men buda yana bir da'vo qilsam,
Banka kartisi, şınfıncan, bütün hemminimiz xeymindan poyozga chiqolmaydi, aeroplan chiqolmaydi, ashta bo'lib ketdi ekan. Endi mening eng qiyinchilik mezgillarimda, doktorxon karvatlarda yotgan vaqtlarimda shu pullar menga zad shunchalik oksigenga kerakdi. Lekin shu vaqtda shu pulimni bermagdi. Qaqshatni basam 200 qo'ydim, 100 qo'ydim berib, hozir necha 10 ming so'm pulim bor, 10 necha ming so'm pulim yana qolib qoldi. Arz qilay desam, ikkinchi qitim turmush quribdi. O turmushimni aralliq o'xshaydi. Mushu G'ulji shahardan G'ulji bilan Urumchiga bir xeychi hayda yutibdi. Jonni aram baqidiki, hozir iste'mol so'z. Shuni bilan to'xtab tura Anvar. Har holda saqib qolding, kunlaring yaxshi bo'ldi. Turmushimni qaytadan bir yaxshi bir turmushni har holda boshlab oldim deb uningdan voz kechdim. Demak, mening shu vaqtda shu og'riq karut vaqtida dilimni shunda og'ritgan, la'nat o'qigan. Ey sen bago itning kunini ko'masdan turib o'lmaysan sen bu. Ajoyib shu jon achchiqda doktorxonaning karavotida shu naq ig'ir jiddiy nimada ashtaqqa pulni so'ratgan. Shuningga meni yo'qlab kelish u yoqdasin o pulimni shu tam ashtaqqa shu ichimdan shuningga berganimga shundaq menga ehtiyoj bo'ldigan vaqtida bermay meni shundaq ta'tir qilib ashtaqqa. Mana bumuz qo'lidan 80 yil 2 yilda qadi qamati meningda yo'q. Ajoyib bir xorchilik yashayotibdi. Aningdan keyingilarnikini men demay, nurg'un gaplarni qilib, hatto men bir bo'lgun turdim bir mezgillarda. Qo'yizim Xanzoch o'qiganligim uchun Xanzoch qarindoshlarning uyini qimmatdim lapas, o bu momqildiga o bu ishlarni qilatdim. Mo'shta ishlarni dagonlarni yo'ldoshlardan arbada deb qo'ydik, shogundan yaxshi, dagondan nachar o'ttirliqdiki. Mo'shlarni biznikidan ishiltatdim. Demek ballağı bolsun hem de özlemdeki xalqi bolsun ballağı deb ishlarni ilib g'ayratimga ilib mushlar bilan mablag'larni silib o yo'ldoshdan bu yo'ldosh xazolarni ashta qo'yzolarni ishlarini qilatdim. Faqird qo'yib yuragimga tekkidek gaplarni qilatdim. Biz bo'lmasak, Anvar, biz ishlamasak sen pul topolmaysan. Biz bo'lmasak sen bekor. Dedi anda dema. Sening ishingni qilmaymiz bugundan boshlab biz. Seni sen qilib qo'ygan biz ishlagachki sen bo'l. Lekin men mashkamgacha bir odamni ishiltib, birsining gejgamda 5 kun pul qilib boqmadi, hammasini to'liq berdim. Hatto ziyon tortib, o'zimning xashlaydigan pulim yo'q. Dadamdan, opamdan so'ramay, yana shu yo'ldoshqa, qo'yzolarga ashlar qazulib yurib, ashlan u yoqqa qilib, bu yoqqa qilib, yana ishlarimni hamda niyat qalbga bog'liq bo'ldi-ki, kelgusi degan. Ashta qilib ketgan. Demak, shularni usundiryapti. Yana bir kunlarda bir sabablar tufaylidan yana o'zining degan gapini unutib qolamiz-ki, inson degan oldimizga kelib qoldi. Lekin u qilganni insonlar qilganini men qilmay. Nimishga? Hamma bu dunyoning talashqidek arzu armonlab ketgidek yerlari yo'q. Hamma o'lib ketamiz deb o'ylaymizki, shuni bilan bo'pti dedik. Lekin xijilchilikdan yakraydi, qattiq osmonga chiqaydi. Jiroq bo'lib ketdi. Mushtaq ishlarga shu aşkı mayıqınımı bir ko'nglimga bir necha ishlar shunchalik azor qildi. Shunchalik yaxshi bir niyatlar bilan, yaxshi qalblar bilan qilgan. Lekin shu mening ilishq tegishlik haqqimni bermasdan turib, shu xaridor orqali meni pastga tushdi. Demak, biz qonun bilan, axloq bilan idora qilayotgan bu jamiyatda biz inson bir-birimizdan qo'rqib qolmaymiz. Lekin biz mulozimat kasb qilayotganligimiz uchun shu xaridorning manfaatini birinchi o'ringa, xaridorning rozimanligini birinchi o'rin qo'yganligi uchun shirkatning moliyasi kirib bo'lgan pulni meni sen berisa, mushtaq qilishi, aqlam, ko'ktam, tettam, bittam jiq gap. Demak, men ashuningdimi ansirayotiman, u meni haqiqatan uqsundi. Balkim shuningmi bir ishlar bo'lib qolarmi deb ansirishim mumkin. Chunki men hayotimda achchig'im yomon endi ota-onamga yana birisiga har qanday bir odamga ish qilib 100 kelib yashayapman. 100 kelib har qanday bir odamga hech kimning oldida bir 5 qo'ylik xijilchiligim yo'q. Ziyon tatdim, qo'yildim, qo'yib boqmadim. Birsining 5 qo'y gejgamda haqqi yo'q. Haqda alashim necha 100 ming jiq bor. Endi u abort bo'layotgan ovqat muomala. Lekin kishilarga 5 qo'y qaz emas. Qazolsam hukumatning bankasi qaz oyda 2 ming qo'y uyning daykini va bir uyimni setavatdim. Bo'lmasa odamgarchilikdan pul jihatdan qaz bo'lib boqmadim. Chunki biz shu partiya hukumatdan tilaymiz. Nimani tilaymiz? Partiya hukumat yo'llarimizni keng qilgan, ravon qilgan, dushmanlarga, nachar odamlarga muhtoj qilib qo'ymagan, ota-onamizning oldida bichar chiroy ulab shularningki qirg'a vaqtida
shularni boshqalarning qo'liga talmirib qo'ymagan, yo'llarimizni ravon qilgan dedik. Mushundaq bir yaxshi mamlakatda, yaxshi bir davlatda, partiya hukumatning yaxshi siyosatlari, g'amxo'rligi ostida mushunda bir sahnalarda demak tilaklarimizmi, bizning chidovlarimizmi ijobat bo'lib, yomon emas jon beqib ketib boramiz. Lekin buzilgan qalblarda ming bala tirishchanlik bo'lsa-mo, oxirsida uningdan po'qrab chiqadi, mangu lavildab o't yonmaydi deb o'ylayman. Shunlashqa hammamizga xotirjamlik, saqlik bo'lsin. Atrofimizda yaxshi, mehribon odamlar bo'lsa, shularning qadr-qimmatini qilaylik. Kishilarning haqqini qat'iy yemanglar. Yaxshi odamlarga qat'iy azor bermanglar. Mening dilimni ranjitmanglar, amal bor, mening bilan muomala qilayotganlar ranjitmanglar. Amal bor, men kishilar bilan yomon bo'lib qolmay. Yomon bo'lib qolishdan qo'rqaman hozir. Ig'irlab ketdim, burunga qaragan mijozim bir odamga bir nima demayman, ma'qul bo'ladi. Salomatligimdan az to'la masil ko'rilyotdi. Shu sababmi nurg'un ishlardim ishda bo'lib ketdi. Shunlashqa yaxshilarning sharofati, yomonlarning kasofati deydi. Dünya şu yaxshilar ko'p bo'lganligi uchun yaxshi odamlarningki oliy tilaklari bilan, shu yaxshi odamlarningki yaxshi ish izlari bilan xotirjamlik, tinchlik, barakat, baxt shu yaxshilar 99% egaligi sababidan biz mushularning sharofatini mushta ketib boramiz. Shunga hammamizning oilasi baxtli, xotirjam bo'lsin, ulug' vatanimiz Jo'nqa xalq Jumhuriyati mangu gullab yashnasin. Rahmat xalqim, salomat bo'linglar. Men sizlarning uy mulkchi o'g'linglar Anvarjon. Uy mulk ayt so'raydigan maslahatlaringiz bo'lsa, undidar ham telefonda 156 28 17 95 17